Bir qaraganda bu ko'rinish eshkakli qayiqlar bilan suzishga o'xshaydi, biroq unday emas. Bu odamlar ruhiyatida osoyishtalik topish uchun sovuq suvga tushishga tayyorlanishmoqda. Tadbir Misogi deb ataladi. Yaponiyaliklar har yili bu tadbirni Yangi yilning ikkinchi haftasida nishonlashadi. Unda o'lkadagi ma'budxona xodimlari muz aralashgan sovuq suvga tushishadi. Ba'zilar ruhiy, yana boshqalar esa jismonan yengil bo'lishga niyat qilishadi. Albatta buning yordami tegadi deya ishonishadi ular. Men muzdaq suvga jil sayin tushim. Al ters fikrlardan arıltib, jengildooga yordam beradi. Bu yerda ikkinchi qatordagilar esa umuman yaponiyaliklar emas. Masalan, Filip AQShdan shu bayramda ishtirok etish uchungina kelgan. Men bir qadam tashlagandan keyin yo'q, men bunday qila olmayman deb ortga qaçsam kerak deb o'yladim. Biroq bari bir malda cho'g'i tushgandikdan qiyin bo'lmaydi ekan. Negizgisi suvga tushishi. Erkaklar boshiga maxsus mato o'rasa, ayollar bu tadbirga oq xalat bilan kelishlari kerak. 16 yoshdagi Natsuki 3 yildan beri mazkur tadbirda ishtirok etadi. Men muzdaq suvga den sog'lig'im uchun bo'lsin deb tushaman. Bu tadbir Tokiodagi ma'budxonada 61 yildan beri tashkil etilib kelinadi.